Okay, hello everybody. Today we are starting our first lesson with line graph. Hop line graphdan boshlaymiz bugun. Assalomu alaykum hammaga. Hop introduction lessondan keyin mana shuni ko'rish kerak bo'lgan birinchi video. Hop bu yerda nimalar bo'ladi? Line graphda. Hop bizning introduction, ya. Introduction yozishimiz kerak. Hop introductionda biz nima yozamiz? Mana bu berilgan so'zni biz paraphrase qilishimiz kerak. Ya. Давайте oddiy paraphrase qilamiz. Let's go guys. Just a minute. Hop, mana bu yerdan pastga yozib ketaman. Tepadan yozayım ekan. Mana shu yerda yozaman. Hop, the graph, yeah, the graph o'rniga the line graph, yeah, aniqlashtirib yozamiz. The line graph shows average carbon dioxide. O'sha yerda nima qilamiz? Bu yerda shows o'rniga below hech qachon yozmaymiz guys. Below hech qachon biz essayda yozmaymiz. Chunki mana bitta pastimizda bizda diagram yo'q. O'shaning uchun the line graph сразу verb. Line graph shows o'rniga we can say depicts, ya, ko'rsatyapti. Yana boshqa so'zlar nima? Demonstrates deyishimiz mumkin. Or we can say illustrate deyishimiz mumkin, ya. Yana ko'p so'zlar bor. No, baribir bittasini ishlatish uchun. The line graph depicts, nima deymiz? The information, information about what? Nima haqida informatsiya beryapti bizda? Analiz qilayotganda mana qaranglar. Mana bu line graphga ham qarashimiz kerak. Nimaga ko'rsatyapti? Average carbon dioxide per person, har bitta odamga. 4 ta shahar bor, davlat, ya. Zan yillari bor, 5 ta yillar bor ekan. Mana bu tonnada, mana bu numberlar tonnada. Shularni har doim bilib olish kerak. Protsentda bergan bo'lishi mumkin yoki даже minglab qanaqadir sonlarda bergan bo'lishi mumkin, millionsda bergan bo'lishi mumkin. Average carbon dioxide hop mana bitta. O'rtacha carbon dioxide o'sha nima deymiz? Havo chiqarishlari, emissions chiqarishlari per person in the United Kingdom. Ya'ni har bitta odam qancha karbon chiqaradi. Ya. Hop, average, we can say information about median, yeah, median o'sha o'rtacha. No, carbon dioxide o'zgartirmasdan yozamiz. Carbon dioxide, writing it correctly. Carbon dioxide. Okay, there's information about the median emissions. Teskartirib yozishimiz mumkin. Emissions of carbon dioxide per individual deylik, ya, odamning o'rniga individual in 4 davlatda deyishimiz mumkin. In 4 countries, ya. In 4 countries. Nechinchi yildan? Mana bu yillar orasida. Значит, biz between desa biz from deyishimiz mumkin, ya. From 1967 to 2007. That's it, our introduction, mana shu guys. Boshqa narsa yozilmaydi. Hop, keyin overall. Overall bo'ladi, ya. Overall yozishimiz mumkin yoki даже in general desanglar ham bo'ladi, farqi yo'q. Yoki даже yana nima desanglar bo'ladi? In summary desanglar bo'ladi, guys. Ya, in summary. Mana shu o'zim examenda in summary deganman. No, unaqa katta ball bermaydi, farqi yo'q, overall desanglar ham bo'ladi. Просто agar farqi yo'q, shtasam tasni o'zingizlar. Doesn't matter, guys. Hop, overallda nima yozamiz? Overallda biz har doim guys, har doim biz katta kichigini yozishimiz kerak. Ya'ni ikkita gap bo'ladi. Давайте mana bitta alohida yozaman. Overallda o'zi aslida introduction partda tushuntirilgandi. No, давайте bu yerda просто ko'rsatib beraman. Hop, overallda o'sha
ikkita sentence bo'ladi, ikkita gap. Birinchi gapida biz tushib ketganlarni aytamiz. Mana buni qarasak, birinchisi nima? United Kingdom boshda teparoqda bo'lganda, u уже pastga tushib ketgan. Ya? Boshi bilan oxirini taqqoslaysizlar. Xo'p, yana nima tushgan? Mana bu Sweden ham tushgan ekan. Keyin bo'ldi, bular tushgan. Ammo Italy ko'tarilgan, Portugal ham ko'tarilgan ekan. Shuni yozamiz. Ikkitasi tushgan, boshqa tarafda mana bu ikkitasi ko'tarilgan deyishimiz mumkin. Keyin ikkinchi gapida eng kattasi bo'lsa, eng kattasi bu mana shu United Kingdom overallda общий. Oxirida bu o'sha Portugal edi, lekin o'sha oxirroqga qarab Sweden bilan Portugal ikkitasi почти o'sha eng kam ko'rsatdi desak bo'ladi. Давайте yozamiz, guys. Xo'p, qanaqa qilib boshlaymiz? It is clear yoki даже it's vivid deb boshlasak bo'ladi. Yoki даже it's obvious desak bo'ladi, ya. Introductionni boshqacha boshlash yo'li ham bor. What stands out from the data? O'sha uni ham keyin yozib beraman, guys, обязательно. Pie chartni shunaqa qilib yozamiz, давайте. Pie chartni shunaqa qilib yozamiz keyingi darsda. Bu yerda it's clear, it's vivid, obvious that nima tushgan bu? Nima bu? Average carbon dioxide tushgan tonnalar, ya. Qanaqa qilib yozamiz? Shu yozayotganimizda, ya'ni ma'no jihatdan to'g'ri kelishi kerak. Nima tushyapti, qanaqa? Ha? It's obvious that carbon, ya. Давайте yozamiz. Не, давайте CO2 emissions drop it in both ikkitasida ham tushgan-ku, ya. Drop o'tgan zamonda yozishimiz kerak, chunki o'sha voqealarimiz o'tgan zamonda bo'lyapti. Drop it o'rniga biz decrease it desak bo'lardi, ya. Decrease it o'tgan zamonda yoki даже fail deyishimiz mumkin yoki даже decline it deyishimiz mumkin edi. Okay. In both UK, let's say UK's and Sweden, yeah, in Sweden. Over the period davomida, ya. O'sha over the period span desalar ham bo'ladi, guys. Yeah, period span. Keyin while strukturasini ishlatsak bo'ladi, guys. While o'sha boshqa tarafdan mana bu narsa. Например, bir is good, keyin while two is bad, ya. Ya'ni o'sha while biz qachonki ikkita teskari narsani aytmoqchi bo'lganimizda ishlatamiz, ya. Bir yaxshi bo'lgan tarafda ikki bu yomon. Bu yerda ham xuddi shu narsa. UK bilan Sweden tushgan bir vaqtda mana bu ikkitasi ko'tarilgan. Ya? Davay shuni yozamiz. While Italy increased deyamiz. Italiya ko'tarildi emas. Italiyada nima ko'tarildi? Italiyada CO2 emissions ko'tarildi, ya. O'shaning uchun har doim careful bo'linglar, guys. Har doim unaqa davlat ko'tarildi deyish xato bo'ladi, guys. Davlat ko'tarilmadi, bu yerda emissions ko'tarilgan, tushgan, ya. O'shanda aytamiz. While давайте mana bu yerda Italy, ya. Italy and Portugal, ya. Portugaliya ikkita davlat nima ko'rdi? Experience deylik. Experienced, ya'ni boshdan o'tkazdi. Experienced an increase, ya, ko'tarilish. An increase bu noun, guys. An increase ko'tarilish, boshdan o'tkazdi. An increase in nimada ko'tarilish bo'ldi? In CO2 emissions, ya.
CO2 emissions bu bizda sinonimlarni sinonim topolmaymiz, yozolmaymiz ham, o'shaning uchun prosta ko'chiraveramiz. Qaytarilishi bo'lsa ham bir to'g'ri bo'lish uchun. Okay, biz tushgan, ko'tarilganini yozdik. Endi nima qilamiz? Endi Hop, endi kodda kichigini yozamiz. Ya? The most significant eng katta. The most significant proportion, ya'ni proporsiya yoki proportion of carbon dioxide emissions, o'sha chiqarishlari, ya, emissions was, guys, bu was chunki proporsiya-ku. Proporsiya eng kattasi qayerda bo'lgan? Was in UK, ya? When Portugal, when it was, it nima? It bu o'sha proportion of carbon dioxide. When it was the least, eng kami bo'lgan qayerda? In Portugal. In Portugal. Давайте mana shuni qaranglar. The most significant proportion was in UK over yoki даже across the span, o'sha period davomida, across ham o'sha bittaga overga sinonim. Ya, span davomida polniy boshdan oxirigacha, ya, birinchi o'rinda turgan. When it was the least in Portugal, in the beginning, qarang, mana bu yerda hozir uni o'chirsam, mana bu yerda Sweden bu Portugaliyadan ham ozgina tushib ketgan desak ham bo'ladi. Hozir tak. At the start, yeah. Yeah, that's it. Yeah. When it was the least in Portugal, and yo'q, as well as deylik, as well as shu endga sinonim почти. As well as in Sweden ham bo'lganda, ya. At the end, oxirida, at the end of the yo'q. In the last year, ya, oxirgi yillarda. And guys, overallda iloji boricha number yozmanglar, iloji boricha yozmanglar, guys. Qanaqadir misol uchun 2007-yil deyishni o'rning, men o'sha oxirgi yil, in the last year dedim-da. Misol uchun. That's why. Nimaga nomer yozish kerak emas? No, guys, like bu overall da, bu aniq exact yer yetishiga shart emas, bu prям asosiy narsa. And it's a rule, just follow this rule, guys, please. Don't write numbers. Okay, bizda introduction yozdik, overall yozdik, keyingi qismlarimiz bizda body'lar. Shu introduction qismida tushuntirilgandi o'zi. Hop, yozilyapti video. Yes, it's going great. Hop, line graphda body qanaqa bo'ladi? Line graphda iloji boricha har bitta line'ni alohida body qilish kerak. Yeah, you understand? Misol uchun United Kingdom alohida, ya. Yoki Sweden alohida, mana bular alohida 4 ta body qilsanglar ham bo'ladi. It's not a problem.
Xo'p, bu yerda ham 4 ta baji qilsa bo'ladi, lekin 2 ta baji qilsa ham menimcha yaxshiroq bo'ladi, chunki birinchi bajida mana bu United Kingdomni aytamiz. Ha, United Kingdommi? И Swedenni aytamiz. Ikkita tushganini aytamiz va ikkinchi bajida mana bu ikkita ko'tarilganini aytamiz. Tepadan pastga turamiz. Okay. Let's start. Hop, qanaqa qilib boshlaymiz? Birinchi yilni tashlab etishimiz kerak. 67-yil nima bo'lgan? Давайте focusing on o'sha fokus qaratgan holda kimga focusing on UK hop qancha tonna где-то 11 tonna yeah? There was about qaranglar mana shunaqa aniq emas bo'lgan line graph, pie chart, bar chartlarda keyinchalik shu line graph aniq emas numberlarda har doim about yozinglar yoki даже approximately har doim. Chunki sizda aniq soni yo'q. Approximately yoki даже around deyishinglar mumkin ya. Around. Roughly desanglar bo'ladi. Ya roughly. Mana shu 4 ta so'zni bitta ishlatib har xil joylarga qo'yib ketaverasizlar. Misol uchun birinchi about ishlatgan bo'lsanglar, keyingisida o'sha approximately ishlatinglar, keyin around, keyin roughly, keyin yana o'sha boshqadan qaytarib ketsanglar bo'ladi. Muhimi bitta so'zni qaytarib yuravermanglar, guys. Ya? Around, roughly 11 tons, ya. Tons of what? Nimani tonnasi bo'lgan? Of CO2 emissions. Ya? Emissions. Okay, emissionlar bo'lgan. Nechinchi yilda? In 1967. Followed by buni orqasidan kim? Qaranglar, follow by degani например hop, birinchi narsani yozdinglar, ya? One is good deylar. Yo'q, one is 20, ya? O'sha 1 u 20 ga teng. Keyin o'sha 2 one is 30 bo'lsa, yoki даже 15 bo'lsa, 15 ya. Просто example. Mana shunda ham bitta followed by desanglar bo'ladi, ya. Ya, undan keyin degani, ya. Undan keyin mana shu 2. Bu ham xuddi shu. Birinchi UK mana birinchi o'rinda, undan keyin mana Sweden followed by the numbers followed by the numbers in Sweden, ya. Swedendagi o'sha raqamlar orqali followed by the emission numbers mas, let's say emissions. Yeah, emissions deylik. Emissions in Sweden at nechida bo'lgan ekan? Где-то 9. Endi boshqa so'z. At around 9 tons. Yeah? Got it. Hop, guys, mana shuni 4 ta badiy qilsam menimcha yaxshiroq bo'larmidi deb o'ylayapman. Ya, chunki 4 ta badiy qilsam faqatgina bittasiga fokus qaratib yaxshiroq yozishim mumkin. Yeah, guys, I'm gonna make it 4 bodies. I'm gonna delete this one. Yeah, I'm gonna delete this one. Okay. Hop, UK faqat birinchi badiy faqat UK. Где-то 11 tonna bo'lgan 67-yilda, keyin 67 dan 77 gacha ozgina tushgan. Hop, bundan keyin nima bo'lgan? Followed by desa bo'ladi. Followed by hop. Followed by steady degani o'sha bir marom degan. Followed by a steady rate. O'sha rate by
Bu yerda aniq enormous deylik. Почти bir xil rate'da ketgan. By enormous steady rate till nechinchi yilgacha? Mana 77-yilgacha почти bir xil bo'lgan. Ozgina tushgan. Till 1977. Yeah, that's it. Hop, undan keyin 77-yildan keyin biz sразу 2007-yilgacha yetishimiz mumkin. Chunki bir xil narsa bo'lgan. Agar bir xil narsa bo'lsa, sразу yetib ketaveringlar guys. From 1977 to 2007, this share let's see declined in a moderate pace. Ya o'rtacha, moderate degani o'rtacha. In a moderate pace is tezlik. O'rtacha tezlikda tushdi. Falling to nechagacha? Почти 9gacha. Falling to approximately 9 tones. Which is still qaysi haliyam eng kattasi, which is still the highest index desa bo'ladi. Index o'sha number ko'rsatkich desa bo'ladi. Mana bu birinchi body tayyor. Xo'p, endi ikkinchi body mana buni aytamiz, Swedenni. Tak. Turning to Sweden. I'm gonna say turning to Sweden. Почти 9 bo'lgan ekan. The quantity o'sha soni. Quantity of carbon dioxide emissions was chunki quantity was at roughly nechida bo'lgan? Где-то at roughly 9, yeah? At roughly 9 tons in 1967. Then it tez ko'tarilgan ekan. It boosted, yeah? Boosted, u tez ko'tarilgan desa bo'ladi. It boosted to где-то nechagacha? To just over 10 tons. Yani 10 tonnadan ozgina o'tgan, ya. Okay, what's next? Bo'ldi, bitta sentence yozdik. Lekin o'sha Mamutdan o'zi tushishni boshlagan ham. Ya? 2007gacha o'zi tushib bo'lgan ekan. O'shanda however desa bo'ladi. However o'sha lekin degani. However boshda ishlatamiz. However this index, let's say, bu ko'rsatkich started to fall rapidly, tez tushishni boshladi. Yoki даже sharply desa bo'ladi. Sharply резкий tushdi degani. Sharply tushdi, reaching nechagacha tushdi? Reaching 2007-yilda reaching about 5 tons by 2007. That's it. Sweden yozdik. Mana bitta har bitta yilini yozib chiqish shart emas, guys. No need. O'zgarish bo'layotgan yillarni yozsangiz bo'ladi. Например, 67ni yozishimiz shart boshqa yilni. Keyin 77ni yozishimiz kerak. Bu o'zgarish bo'lgan. Mas eshitilyapti, ya.
Okay. Hop, keyin 77-yilda o'zgarish bir xil bo'lgan. Hammasi 77da 2007ga tushgan faqat. Ya? Men bitta gapirishardim chunki bir xil tushgan baribir. Okay, and then we are moving on to Italy. Italiyani aytamiz. Italiya. Tak. Nima deymiz? No, 67-yili mana bunaqa bo'lgan. Keyin 67-yildan 97-yilgacha tez o'sganda Ivan bu Swedendan ham o'tib ketgan deyishimiz mumkin. Keyin ikkinchi sententsda balki uchinchidir. Mana bu тоже bir xil maromda ketgani yo'q desa bo'ladi. Let's write it. Hop, nima deymiz? In Italy, yeah? In Italy. Так. In Italy, it's clear that it can be noticed that sezilishi mumkin keyinda boshqa so'z it can be noticed that bo'lgan. Ya, hop, uni soni 4 o'rnidan ozgina ko'proq bo'lgan. That it's yeah, uning it's it's так, its quantity of CO2 emissions was at around 4 tons, yeah? 4 tons again. 967. Keyinchalik u tez o'sgan. And it started and it grew rapidly, tez o'sgan till nechinchiligacha? 97dan 97-yilgacha till 1997. Shunaqa qilib they buy degani shunaqa qilib they buy dan keyin ancha kelish kerak. They buy surpassing shunaqa qilib o'tib ketgan holda kimdan? Surpassing Sweden's rate. Yeah, that's it. Hop, keyin nechigacha borgan? Group rapidly till reaching nechiga? Reaching almost 9, reaching almost 8 tons, почти 8 tons, and surpassing, and keyin o'tib ketgan Swedendan. Okay, lastly hop, by 2007 there was no change. This rate, this share stayed unchanged. Yeah. However, qo'shib qo'ysa bo'ladi oxirida. Lekin bu ko'rsatkich state qoldi, o'zgarishsiz qoldi, lekin that's it. 3-badni yozdik, 4-badni yozamiz. 4-badda Portugal bo'ladi. Hop. Endi Portugalda где-то 1 bo'lgan.
keyin полностью 97-yilgacha ko'tarilgan. 97-yilda vaqtgacha ozgina ko'tarilib, o'sha Sweden bilan почти bir xil bo'lgan desa bo'ladi. Let's write. Lastly oxirida Portugaliyani, Portugal's rate of emissions of CO2 emissions dedi. Emissions was at around dedi. Was it around 1 ton? Yeah. 1 ton in 1967. But it increased constantly o'sha постоянно o'sib ketavergan. Constantly reaching yetib olgan holda qanaqa qilib reaching nechigacha borgan? Где-то 5 gacha borgan. 97. Reaching nechinchi yilgacha? 1997 till reaching almost 6 desa bo'ladi. 6 tons. Xo'p, yana nima desa bo'ladi? Xo'p, by 2007 this number increased slightly, having almost the identical, почти bir xil, identical share with as Sweden'daki, as Sweden. That's it guys. Hop, mana bu bizda line graph bo'ladi. 4 body, 5 farqi yo'q, yozaverasizlar guys. Ko'pchilik aytishadi, faqatgina ikkita body yozish kerak. No guys. Hop, introduction videoda ko'rsatilgan bu yerda cohesion bor. Cohesion bu o'sha nechta body qo'yasiz, qanaqa yo'nalishda ketyapsiz, qanchalik tekislikda tushunarli bo'lyaptimi? Yes, tushunarli. Bizda introduction tushunarli. Overallda biz muhim ma'lumotlarni yig'dik. Bizda bodylarimiz har bitta sectionga alohida qarayapti. Unaqa chalkashadigan joyi yo'q. Aniq-tiniq bo'ldimi? Yuqori ball olishimiz kerak guys. Hop. So, this is the end. Guys, this is actually band 7 plus. Yeah, band 7 plus guaranteed. Haqiqiy ekzamenda men bundan sal yomonroq yozgandim, chunki vaqt juda kam edi. But I still got 7, yeah. So this one should be 7 plus. Xo'p, bu yozildi, classwork. Sizlarning homework ile mana bo'ladi. Ya, homeworkni mana shu line graphga yozishingiz kerak. Yozib menga jo'natsanglar, men tekshirib beraman. Bu yerda 3 ta body yozsanglar ham bo'lar ekan. The coast mana ya, birinchi body. Ikkinchi body the mountains, yoki mana the lakes. The lakes nima? Mana bu odamlarning soni. Qancha odam kelyapti mana shu the coastga, tog'larga nechta odam kelyapti? Yillarda 5 yil davomida bo'lgan ekan. 5 yil emas, 20 yil ekan.
Ya, hop, mana shunga yozasizlar. Analiz chiroyli. Bitta kitob tashlayman obязательно line graphga tegishli. Juda foydali bo'ladi. And that's it. If you have questions, just ask, guys. Thank you for the lesson.